Hammaga assalomu alaykum. Shunaqa kamxarj tez tayyor bo'ladigan ovqat nonushta tayyorlab bo'lamiz. Juda tez tayyor bo'ladi. 15-20 minutda tayyor bo'ladi. Kartoshkalarni parrak-parrak qilib to'g'rab, tovada qovuramiz. Qizargandan keyin ketidan tuxumlarni chaqib, tabga ko'ra tuz solib, tagini va solovda qo'yib qo'yamiz va boshqa tovada yonida yeyish uchun piyozni qovurib, salgina qizargandan keyin ozroq, judayam ko'p emas, ustidan tomat solamiz va tabga ko'ra tuz ozroq 5 minutcha qaynagandan keyin olovni o'chiramiz va sovigandan keyin iliq holatda ham yesa bo'ladi. Orada mana ovqatimiz ham pishdi. Judayam mazali yumshoq nonlar bilan yesa. Buni ko'pchilik qilib ko'rgan bo'lishi kerak. Judayam tez tayyor bo'ladi. Menga obuna bo'lganlarga rahmat va qolganlar menga obuna bo'linglar.